Endi Usmon oldi masalan. Zebestian oldi, oltin to'pni ham oldi. Mening sovrinimga muhtojlik joyi yo'q. O'shaning uchun birinchi o'ringa Lamine Yamal qo'yardim. Baribir endi yilni qizitib berdi menimcha. Nafaqat maydonda Neymar ikkalasi yozdi ham qizitib berdi. Hamma dunyoning eng normal futbolchilari Amerika maydonlari ter to'kib yurganda ular Amazonkada qattadir mototsikllar haydab kayf qilib yurishdi. Keyin yaxtalarda har xil tadbirlar o'tkazib qizitib berdi. Keyin 2 marta qizini almashtirdi. Bu yoshda bu ham yaxshi, katta yaxshi natija. Qizitib berdi. Qizitib berdi. Oxiri u xoladan ajrashib mana yana futbolga qaytib qoldi. Qaytmasa bo'lmay qoldi. Butun dunyo tashvishga tushdi. Klassikodan keyin nima kasalligi ekan o'zi. Shartta qizni ham tavbasiga tayantirib, klassikoda 3 kundan keyin u qiz bilan xayrlashib. Klassikodan oldin har xil bayonotlar berib qizni. Endi butun yil bo'yicha olsak, endi mening nazdimda hozirgi kunda yil endi qanaqa o'tkazdi, hamma o'zining bahosini beradi. Eng iste'dodli futbolchi haqiqatan Lamine Yamal. O'shaning uchun balkim yili tortmagandi. Haqiqatda o'sha Zebestam olmaganligi, oltin to'p ham olmaganligi undan yaxshilar bo'lganidandir. 2ga Rafinani qo'yaman. Endi baribir Rafina yaxshi o'tgan. Mana sovrinimda 2 olsin. Hech bo'lmasa men sovrinimda 2 ana qolsin. Usmonni qo'ymayman lekin 3ga ham. Xafa bo'lmasin mana. Xafa bo'lmasin, chunki ko'p narsa oladi deb o'ylayman. O'zi yarim yil o'ynadi. Yarim yil o'ynadi. U ham aprel-mayda zo'r o'ynadi-da PSJda. Shundan jahon chempionatida jarohatda o'tkazdi. Haligacha ilim-ilim qo'yibdi. Yo, kuzda ham yaxshi o'ynagan. Kecha penaltili seriyasida ham osmonga to'p. O'shaning uchun to'g'risi Usmonni qo'shkim kelmadi. 3-o'ringa PSJdan qo'shaman, baribir Vitiniyani. Endi mana ayting, hamma aytib qo'yibdi. Birinchi o'ringa yilni olamiz. Mbappeni aytgan bo'lardim. Mbappe shubhasiz. Shuni qo'shishim kerak. Hech qachon bir soniya bo'lsa qaytadan qilsam bo'lmaydi. Rafinani o'rniga Realislar ko'proq bo'ladi. Bir soniya ham orqaga qaytmagan, bitta tempda o'ynagan, murabbiy almashgandan keyin ham hamma janjal qilsa ham, boshqa qilsa ham bir sog'lom futbolchi bo'lib qolgan, shu bo'ldi. Va ust. Va men misol to'g'risi mavsum tugagan payti, bu mavsum boshlanishi arafasida Yamalni aytgan bo'lardim o'sha talantli. Lekin ikkinchi mavsum ham boshlandi. Mavsumni bir 16 turini ko'rib qo'ydik. O'shalar hammasini hisobga olganda yilni eng katta futbolchisi u bo'ldi. Ya'ni butun mavsum davomidagi stabil futbolchi. Keyingisi Yamal degan bo'lardim. O'sha tomoni bor. Katta o'yinlarning ham o'yinchisi bo'ldi. Hamma o'sha finalda to'g'risi Barselonani ko'rish uchunmi yoki Yamalni PSJga qarshi ko'rish uchunmi qiziqdi. To'g'ri, PSJning bitta futbolchisi bilan keyin ko'rishdi to'qnashuvni. Ispaniya bilan Portugaliya o'ynaganda Nuno Mendes bilan to'qnash keldi, lekin baribir rang-barang holatlar bilan eslangan bo'lsa ham Yamalning iste'dodi yanada ko'zga tashlandi. Uchinchisi, men ham nimagadir Usmon Dembeleni qo'ygim kelmayapti. Chunki Usmon yil uchun gapiriladigan bo'lsa, oltin to'p arafasida ham, undan keyin ham o'ynamadi. To'g'ri, 2-3ta o'ynagani uchun qo'ymaslik kerak degan narsa yo'q, lekin bu yoqga ham ozgina o'ynash kerak edi. Agar yil hisoboti bo'lsa, men Holland qo'ygan bo'lardim, sababi Holland terma jamoasi bilan jahon chempionatiga chiqdi va qo'rqinchli darajada Norvegiya golni urdi. Hamma golni urdi olimda deyarli. Butun yil davomida Holland hatto Mbappe bilan tortishi mumkin ekan. Endi o'rtaga bittalik go'zallikni boy aytdi-ku, Alijonovga o'xshab Yamal kiritdi bilan orasiga. Bo'brak Modrichni qo'yganlar. Yo'q, men boshqa narsani qo'yaman. Mbappeni aytdik, Yamalni aytdik, Hollandni aytdik. Takrorlashingiz mumkin. Harry Kane'ni yo'q, Harry Kane'ni aytdik. Men boshqacha yondashmoqchiman. Harry Kane aytilmadi. Yo'q, Harry Kane'ni men aytaman. O'zi bu sanab o'tilganlar, Rafinha hammasi yuqori darajaligini hozir aytmasak ham hamma biladi. O'sha 5lik bo'lsa, shu 5lik shu o'zi eng yaxshisi. Uncha e'tibor berilmaganlarning bir ikkitasini aytmoqchiman-da. Masalan, men toza shaxsiy Arda Güler darajasi o'sgani, Alonso ishonch bildirgandan keyin jamoaning yetakchisiga aylangani va o'yini ham o'sgani. Bu sizniki yil kashfiyoti bo'pti-da. Ehtimol. Shukur Burxon Aytilmaganlar yoki bo'lmasa Vitinha uni ham qo'ygan bo'lardim. Nuno Mendesni ham qo'ygan bo'lardim. PSJga Usmondan kam bo'lmagan o'yinlarni olib bergan futbolchilarni aytgan bo'lardim. Bir ikkita mana shunaqa futbolchilar bor. Ular orasida Pedri ham bor masalan. Pedrini masalan gollari ko'p bo'lmasligi boshqa, lekin maydonda harakat qilishini Pedri yo'q payti bilindi-yu.
yo'q bo'lib qolsa bilinadigan futbolchilar bor-ku, boya Hamrobek dedimi? Pedri yo'q bo'lib qolsa bilinadi emas, u maydonda borligida ham maza qilasiz-da. Uni harakatlarini. Bunaqa yosh miya bilan bunaqa balog'at fikrlaydigan futbolchi kam o'zi. Kamdan kam. Bittasi Vitinha bo'lsa, bittasi Pedri bo'lishi mumkin jahon futbolida ayni paytda. Mana shu sal e'tibordan chetda qolganlarni aytib keldi, deyman. Bular mega yulduzlar. O'rin qo'yib beringchi. Aynan shulargami? Ha, xohlaganingizga. Ha. Vitinha, 1. Pedri, Güler. Gülerda Yıldız yaxshi o'ynamayaptimi? Yıldız yilni oxiriga borib zo'r o'ynashni boshladi.